Ushbu savol matematika fanidan milliy sertifikat test sinovlarida tushgan. Men Safoyev Aybek 10 yillik tajribaga ega bo'lgan matematika fani o'qituvchisiman. Hozir sizlar bilan ushbu masala yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, qaraymiz masalaning berilishi shuningdek. Bu yerda bizlardan savol qilib qo'yilgan f, p, s, d, ya'ni shtrixlangan soha yuzini topish savol qilib qo'yilgan. P dan d ga to'g'ri chiziq tortamiz. Inshuridagi uchburchakda yuzalar qanday nisbatda bo'linadi? Tomonlarimiz x 3x nisbatda bo'linadigan bo'lsa, yuzalar ham xuddi shuningdek bo'ladi. S 3s deymiz. Endi qarang, a, s, d uchburchakda p nuqta tomonni y 2y nisbatda bo'lsa, yuzalarni ham shuningdek nisbatda bo'ladi. Bu yerimiz 4s bo'lsa, bu yer undan 2 marta katta, 8s bo'ladi ekan. Endi a, p, f uchburchak bilan P, E, S uchburchaklarimiz o'xshash uchburchaklar. Bu yerni S1 deb oladigan bo'lsam, S ni S1 ga nisbati Y ni 2Y ga, Y ni 2Y ga nisbatining kvadratiga teng. Uchburchaklar o'xshashligida shunday bo'ladi. Bu yerdan S1 ni topadigan bo'lsak, 4S ga teng. Demak, uchburchagimiz 4S bo'ladi ekan. Bu to'rtburchakning yuzi bizlarga berilgan 16 ga teng. Endi AC diagramimiz parallelogramning yuzini teng 2 ga bo'ladi. Teng 2 ga bo'ladigan bo'lsa, 16 plusdan 4s teng bo'ladi ekan, pastki qismi 12s ga teng. S'imizni bu yerdan hisoblab oladigan bo'lsak, bo'ladi 2 ga teng. Endi qarang, bu yerdagi to'rtburchagimizning yuzi 11s. 11s. Demak, to'rtburchakning yuzi 11 ko'paygan 2 22 bo'ladi ekan.